Bugun Rustam atadamiz. Bironidan menimcha bu yerda ko'pchilik biladi. Sabab hech bo'lmasa bir marta bironilik har bir inson kelib turib yerdan baliq yeb ko'rgan. Va bugun ichkariga kirib ko'ramiz. Rustam ata baliqxonasida nunular bor. Shuni oldindan aytib o'taman. Birinchi etajimizda topchallar bor, o'tirsangiz bo'ladi. Undan tashqari bir zalimiz bor. Ikkinchi etajga keladigan bo'lsak, 4 ta umumiy banketli zal bor. 10 odamdan 40 odamgacha bemalol banketingiz istasangiz bo'ladi. Undan tashqari bu yerda baliqxona nomi bilan nom olishidan qat'iy nazar, bu yerda somsa, shashlik, 5 barmoq, jugar kurtuk hammamiz xullas, hammamiz bilan ovqatlarning barchasini to'sa bo'ladi. Bo'lgani baliq emas, baliqxona bo'lishidan qaramasdan. Undan tashqari bu yerda eng zo'r joyi balig'ingizni xohlagan uslubda pishirtirishingiz mumkin. Alasangiz qurilgan baliq, patirga baliq, sousga baliq, baliq sho'rva, duxovkaga baliq, falga, umuman xullas oxiri yo'q bu spisokning. Endi ichkariga kiramiz. Shuncha assortimentga yarasha ta'mi qanday? Shuni ko'ramiz. Ketdik. Nasib bo'lsa baliqni boshlaymiz unda. Bu ko'rib turganingiz falgaga baliq deb nomlanadi ekan bu ovqatimiz. Ko'rib turganingiz falgaga o'raladi, shunday ko'rinishda chiroyli. Bahasini boshida aytib o'taman. Bu safar bahasi baliqning 1 kilosi 120 ming so'mdan to'g'ri keladi ekan. Misol tariqasida 1,5 kilo olatan bo'lsangiz 180 ming so'm bo'ladi va falgaga baliqda qurug'ana sazan baliq zakaz etishingiz mumkin. Ichini ko'rib qanday o'tdi. Falganing ovozlari bilan esdan ochamiz. Yetami? Limonlarni qo'shamiz. Endi yeyilish tartibine keladigan bo'lsak, chaq yevilki. Shunda kesib yurasagan. Aytgancha buning menga aytishine qaraganda qilchig'i o'zi yo'qib ketadi ekan. Ko'p vaqt, cheli 1 soat turadi duxovkada, shuning hisobidan qilchig'i yo'qib ketadi dedi. Yeb ko'ring qani? Bismillah. Do'stim qilchig'i yo'qmi? Ko'rib turibsiz, baliq bo'lgani mana shu ko'rib turgan irri suyaklarigina qoladi. Bundan tashqari mayda suyak, ham qilchiq cho'plashma degan narsa bo'lmaydi. Baliq yeganda ko'pchiligimizni qiynaydigan muammo shu. Misol uchun, baliq pishgan bir nonni olasiz, suvga bosib turib baliq mana shunday kecha как будто materiallarda o'tirganda his etib ketasiz. Yomon emas. 120 mingga ajoyib narx. Lekin buni 1 soat aydan aytib qo'yishingiz kerak. Shuning hisobini ozgina yeysiz. Bu hangi sos? Kim baliq. Voy oy. Ukamlar eng ko'p ichadigan suv adrenalin. O'zimga yoqmaydi lekin ukam hurmati uchun. Biraz so'p baliq sirasi cho'llatadi. Bu yerda ko'rib turganingizda xullas 1,5 kilo baliq. 1,5 kiloni men ishlatchaman bir o'zim yeya olmayman. Bu ko'rinishdagisi men o'ylaganimdan ancha to'yimli bo'ldi. Keyingi videolarimizda albatta sizga baliqni har turli uslubda ko'rsatib beramiz va videolarimiz davom etadi. Hammangizni Rustam ata baliqxonasida kutib qolamiz. Baliqni siz xohlagan uslubda va siz o'ylagandan ham mazali ta'mda etib pishirib beradilar. Xalasangiz saboy, xalasangiz sho'r deb ketishingiz mumkin. Telefon nomerlarini qoldiraman. Bemalol zakaz etib qo'ysangiz bo'ladi.